Assalomu alaykum. Bugun 7-chi amaliy mashg'ulotimiz tarkibida tutashma va takrorlanuvchi elementlar qatnashgan detal chizmasini bajarish va saqlash tartibi. O'tgan darsimizda 6-chi amaliy mashg'ulotimizda sizlar bilan tutashma detalini bajarishni, ya'ni chizmasini chizishni AutoCAD dasturida o'rgangan edik va u yerda topshiriqlar ham berilgan edi, ya'ni 30 ta topshiriqlar to'plami ham berilgan edi. Shulardan foydalanib chizgan edik. Endi esa bugun bularni nima uchun tanladi? Bular ham tarkibida, ya'ni takrorlanuvchi elementlar qatnashgan bo'lganligi uchun bularni chizamiz. Demak, birinchi navbatda darsimizni maqsadiga qaraydigan bo'lsak, murakkab detallarni yaratishda fillet, chamfer va array buyruqlarini qo'llash. Demak, AutoCAD dasturida yangi nima ochib oldik, ya'ni yangi oyna. Bu yerda endi 7-chi amaliy deb saqlab qo'yamiz. 7-chi amaliy dars. Buni 2007 qilib qo'yganimiz yaxshi. Xo'p. Demak, bizda mana bu ekrandagi gridni, ya'ni to'rni, mana bu kataklarni bizga menga hozir xalal beryapti, shuning uchun buni o'chirib qo'yganimiz yaxshiroq. Xo'p, demak, sizlar bilan hozir bir nechta fillet va chamfer buyruqlarini ko'rib o'tamiz. Tez ko'rib o'tamiz. Ko'p vaqt ajratishga hojat yo'q, chunki o'tgan darslarimizda ham tushuntirib o'tgan edik. Radius beramiz. Bunga radiusga masalan 10 mm deb kiritamiz. Mana. Hozir endi biz buni burchakni yumaloqladik, ya'ni chamfer fillet yordamida yumaloqladik. Endi esa buni ikki xil usuli bor o'zi. Filletni qarang, mana bu yerda trim degan tugmasi bor. Trim degani kesish degani. No trimni bossak, mana bu burchakni hozir kesib tashlab buni yumaloqladik-ku. Endi esa burchakni kesmasdan yumaloqlash amaliyotini bajaramiz. O'zi oldin 10 mm, ya'ni yumaloqlaganimiz uchun yana 10 deb yozish shart emas, shunchaki enterni bossak mana bizga o'zi burchakni kesmasdan fillet, ya'ni burchakni yumaloqlash amaliyoti bajarildi. Demak, filletni ko'rib o'tdik, chamferni ham ko'rib o'tamiz. Boshqatdan burchak chizib olamiz. Buni copy qilib olsak ham bo'ladi. Ikkitasini tanladik, mana nuqtasini tanlab, mana shu yerga qo'yamiz. Demak, chamferda ham xuddi shunday, ya'ni distance bilan beriladi bunda. 10 deb yozamiz. Ikkinchisiga ham 10 deb yozamiz va ikkita burchakni tanlasak, mana hozir bunda no trim turgan ekan. Endi esa trimni bosamiz. Trimni bosib distance 10 enter, yana enterni bosamiz. Demak, bizda mana burchaklar kesildi. Arrayni bilar edik. Path array bor bizda, polar array, path array, rectangular array. Bu esa ya'ni to'g'ri burchakli qilib bizga perpendikulyar holatda tepaga pastga qator va ustunlar bo'yicha taxlab beradi. Ya'ni bir ko'paytirmoqchi bo'lgan obyektimizni. Yana bir jihati borki, bu array, ya'ni ko'paytirilgan obyektimizni hammasi bitta obyekt sifatida qaraladi. Copy bilan farqi shu yerda. Xo'p. Polar array bor bizda. Xo'p, demak hozir mana shu aylana chizib, endi yana hozir birinchi buni olib kelamiz. Mana bizga
kvadrant nuqtalariga bog'landik. Buni qayerdan topamiz desak, mana bu yerda Object Snap Settings'ni yoqib qo'yamiz. Buni o'zini ham qarang, buni o'zini o'chirib qo'yish mumkin, yoqib qo'yish mumkin. Agarda mana shu e, ko'k fon, ya'ni ko'k bo'lib yonmay turgan bo'lsa, bu ishlamaydi. Buni mana bu yerdan faollashtirgan bilan. Shuning uchun buni o'zini ham faollashtirib qo'yish kerak. Agarda kimda mana bu yerda Object Snap Settings chiqmasa, bu yerdan Object Snap Tracking bilan mana olib tashladik, yana bitishga bosdik. Mana bizda paydo bo'ldi endi polyar array, chunki biz hozir aylana chizdik. Aylana bo'yicha ko'paytirishni bosamiz. Endi aylanani markazini kiritamiz. Bizda 6 ta turibdi. Shuni 4 qilamiz. 4 qildik, bosdik mana. Demak, bizda buni ko'paytirishimiz mumkin. 8 qilishimiz mumkin, 9 qilishimiz mumkin. Har xil sonlar bo'yicha kiritishimiz ham mumkin. Xo'p, demak, biz hozir mana shu naqshimizni, ya'ni chizamiz. Xo'p, bizda hozir bu yerda o'lchamlari berilmagan, shuning uchun taxminan 10 santimetrga 10 santimetr qilib chizganimiz ma'qul. Buning uchun line yordamida 10 100 deb yozamiz. Pastga ham 100. Endi bundan to'g'riga tortib mana desak, o'zi avtomatik tarzda chiziladi. Xo'p. Geometric center agarda kimda bu faollashtirilmagan holatda turgan bo'lsa, hozir biz chizmoqchi bo'lgandek qilib chizilmaydi. Shunga e'tiborli bo'lamiz. Mana hozir geometrik markazini topdik. Mana hozir aylanasini chizib oldik. Endi ikkita diagonaliga chiziqlarni o'tkazib olamiz. Hop, endi markazidan gorizontal va frontal holatdagi chiziqlarni ham o'tkazib oldik. Keyingi qiladigan ishimiz, biz hozir tepada tepa kvadrant nuqtasidan pastki diagonal o'tkazilgan chiziqni kesib o'tib pastgacha kelish kerak ekan. Xuddi shunday tepadan ham pastdan ham o'tkazilar ekan. Demak, line'ni bosamiz. Endi shu yerda bu yerda bizga qaysi funksiya kerak bo'ladi desangiz, polyar snap, grid snap, mana buni hozir faollashtirdik. Mana shu chiziqdan to'g'ri pastga qarab tortiladigan, ya'ni shuni davom ettirish uchun bizga yordamchi bo'lgan funksiya hisoblanadi. Shuni faollashtirmasak, bizni chizgan chizmamiz xato chiqishi mumkin. Shunga e'tiborli bo'lamiz. Hozir mana faollashdi. Bir marta o'ziga olib borib davom qildirdik, keyin faollashib ketdi. Enter tugmasini line'ni yuklab yana davom qildiramiz. Hozir mana
nimagadir endi ishladi mana endi shu qanday holatda davom qildirganda ishlashini ham bilib qo'yishimiz kerak ekan. Ya'ni markazga olib ketib davom qildirsak mana ishladi endi. Trimni bosib ortiqcha qismlarni kesib tashlaymiz. Hop endi rasmga bir marta qarab olamiz. Demak, bizda endi qiladigan ishimiz nima? Hozir markaz pastki kvadrat nuqtasidan tepadan pastga tortdik. Ya'ni endi esa chap va o'ng tomonlaridan ham shundaqa holatda o'tkazib olishimiz kerak ekan. Copy qilib olamiz. Bizga shunda bitta kerak, yana bitta kerak. Demak, ikkita obyektni belgilab oldik. Bosamiz va endi buni move qilamiz, ya'ni ko'chirib o'tiramiz. Bosamiz, uchidan tutib tepaga olib kelamiz. Va buni ham birinchi navbatda aylantirib olamiz o'zini. Mana endi move orqali joyini o'zgartiramiz. Enterni bosib, markaz nuqtasini tutib, markazga olib kelamiz. Endi keyingi navbatda qiladigan ishimiz bizga kerakli bo'ladigan konturlarini qoraytirib olishimiz kerak. Birinchi navbatda ortiqcha chiziqlarni kesib tashlaymiz. Hozir chiziq turini qalinlashtirishimiz uchun birinchi navbatda bitta chiziq chizib olamiz. Buni bosib faollashtirmasak, mana shuni faollashtirmasak, line weightni, ya'ni weight bu og'irlik, line bu chiziq. Chiziqni nimasi desak bo'ladi? Chiziqni qalinligi, ya'ni og'irlik deb qaraladi. Endi match properties qilib birinchi buni belgilab olamiz va qaysi chiziqlarni biz yo'g'onlashtirmoqchimiz. Shunga qarab chiziqlarimizni tanlab olamiz. Qoraytirdik mana. Endi mana bu aylanani o'chirib tashlar ekanmiz. Aylanani o'chiramiz va qaysi chiziqlarni va mana bu o'rtadagi mana bu chiziqlarni o'chirar ekanmiz. Faqatgina bunday holatdagi chiziqlar qolar ekan. Demak, tushunarli. Endi trim orqali trim emas, birinchi erase qilib obyektni o'chirish, ya'ni bitta obyektni tanlab o'chirib tashlaymiz. Trim esa chegaragacha bo'lgan qismini o'chiradi faqat. Buni bilamiz. Mana shu joy kerakmaydi bizga. Mana bu mana bu va mana bu chiziqlar bizga ortiqchalik qiladi. Endi shuni o'zini ko'paytirib olamiz. Endi buni copy qilib olamiz hammasini. Bosdik. Mana shu nuqtasidan tutib, bu nuqtasiga qo'yib oldik. Endi uchtasini hammasini bir tutamiz va markazidan tutib mana. Demak, naqshimiz tayyor. Endi chegarasini ham qoraytirib olsak bo'ldi. Umumiy holatda qoraytirib oldik. Demak, naqsh elementimiz ham chizildi. Hurmatli talabalar, shu topshiriqlarni ham bajarib qo'yishingiz kerak bo'ladi.